muammo mablag'da moliyalashtirishda bo'lganligi sababli, yetishmovchilik sababli viloyat hokimiga yashil qaror bo'yicha tegishli xat bilan chiqilgan. Asaka tumanida joylashgan Tilloxon ona masjidi hisoblanadi. Umumiy 2 milliard 398,9 million mablag' ajratilgan shu ikkita obyektga. Adashmayapsizmi? Menga unaqa xat jo'natishni noto'g'ri. Men pul ajratadigan tashkilot emasman-ku. Necha kunda ham berish kerak. Endi hozir esimda yo'q. Uni hokimiyatdan so'rashlari yaxshi-da. Uni nima bo'ldi, mana shunaqa xat sanlarga yuborgan ekan, ro'yxati pul ajratdilarmi yo'qmi degan mazmunda qilib. Devorlari qulab tushay deb turgan, ba'zi joylari nurab ketgan bu joy Andijon viloyati Asaka tumanida joylashgan Tilloxon ona masjidi hisoblanadi. Ushbu joyni Xudoyorxon asakalik befarzand ayoli Tilloxon onani iltimosiga binoan qurdirgan ekan. Mushtum ushbu muammoni eshitgandan so'ng manzilga yetib keldi va surishtiruv o'tkazdi. Shodlik mahallasida yashovchi nuroniy insonlar qo'llaridan kelganicha bu joyni oqlab, ko'klab turishadi. Lekin devorlari dars ketgani bois imorat yildan yilga cho'kib bormoqda. Qadamjo bo'yicha o'rganish ishlarini olib borgan mahalla oqsoqoli Husanboy Sobirjonov bilan bog'landik. Biz buni tarixini bilgani Qo'qonga ham borib kelib 3 marta bordim-da, Qo'qonga ham. Qo'sha Xudoyorxon saroyida bir daftarda bitta joyda bormikin deb. Bu daftarlar ichkarida yo'q ekan. Endi farzand yo'qligiga qilmaganmiz akimiz, yo bilmayman nima qilinmagan ekan, boshqa xotinlar bor, shu to'rtta xotinlar-ku, bizni mana shu Tilloxon enamizniki yo'q ekanda daftarida. Keyin shunda bu yerda bir boy odam endi o'zini qizini anaqa qilib bergan ekanda endi bu nimaga? Xudoyorxonga. Shu opoqlarimizning gapi shu endi. Men ham hozir 74 ga kirdim, 75 ga ketyapman, lekin opoqlar ham uncha haligi bilmaganda endi u bo'lardi. Mahalla fuqarolari ta'mirtalab bo'lib qolgan Tilloxon ona masjidini ta'mirlatish uchun yordam so'rab, Oliy Majlis deputati J. Abdurasulov Respublika Madaniy meros agentligiga murojaatlar bilan chiqqan. 2023-yil 12-martda yozilgan murojaat o'rganishsiz qolgan. Tarixiy maskan hali ham o'sha holda yotibdi. Bir nechta savollar bo'yicha javob olish maqsadida Asaka tumani hokimligiga bordik, ammo yig'ilish bo'layotgani bois biror ma'lumot ola olmadik. Shundan so'ng Andijon viloyati madaniy meros boshqarmasiga bordik. Boshqarmada bo'lim boshlig'i bo'lib ishlovchi Ahmadullo Abdusalomov intervyu berishga rozi bo'ldi. Asaka tumani Shodlik muhitida joylashgan Tilloxon ona masjidi Vazirlar Mahkamasi 846-sonli qaroriga asosan 2019-yil 4-oktyabrdagi 846-sonli qaroriga asosan milliy ro'yxatga kiritilgan va davlat muhofazasiga olingan. Ushbu arxitektura yodgorligi hozirda ta'mirtalab ahvolda. Bu bo'yicha biz Respublika Madaniy meros agentligiga har yili ta'mirlash uchun obyektlari so'ralganda bu narsani berganmiz. Dasturga kiritish uchun taklif berganmiz. Bu narsa dasturga kiritilgan. Hozirda respublika byudjetida mablag' yetarli bo'lmaganligi sababli bu bo'yicha hozir PQ prezident qarori bor, 177-sonli qarori bor. 177-sonli qarorning 7.3 bandida shunday deb ta'kidlab o'tib ketgan. Har yili Qoraqalpog'iston Respublikasi respublika byudjeti, viloyatlar viloyat byudjetlari va Toshkent shahar byudjeti mablag'lari hisobidan mablag' ajratilishi ta'kidlab o'tilib ketgan 177-sonli qarorning 7.3 bandida. Bunga asosan o'sha byudjetda yetarli mablag' bo'lmaganligi uchun, ya'ni mahalliy byudjetdan mablag' ajratilishi belgilangan. Bu bo'yicha o'sha Madaniy meros agentligini viloyat hokimiyatiga rasmiy xat bilan chiqqan xatlari ham mavjud. Hozirda mana taqdim qilamiz bu narsani. Ta'mirlash uchun qancha pul ajratilgan? Ta'mirlash uchun xo'p, bu yerda aytilib o'tilyapti. Ikkita obyekt bo'yicha hozir kelyapti.
Tillahon masjidi hamda Qo'rg'ontepada joylashgan Jannat Yunus ota ziyoratgohlari uchun umumiy 2 milliard 398,9 million mablag' ajratilgan shu ikkita obyektga. Hali ajratilmagan endi. Yo'q, loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqilgan. Bu bo'yicha umumiy mablag' shuncha ketishi hisob-kitob qilingan. Hokimiyatda aynan bu masala bo'yicha kim shug'ullanadi? Bu bo'yicha qurilish bo'limi shug'ullanadi. Tillahon ona masjidi bo'yicha o'shada tub aholi vakillari, ya mutasaddi, fidoyi insonlar tomonidan bu bir necha bor kelishganda shu narsani ta'mir talab ahvolda bu narsa deyishgan. Undan keyin bizning mutaxassislarimiz tomonidan borib o'rganib haqiqatan ham ta'mir talab ahvoldaligi aniqlangan va respublika mutaxassislarini ham jalb qilingan bu narsaga. Ilmiy ekspert kengashi a'zolari va boshqa bir qator mutasaddi mutaxassislar chaqirilgan. Ular ham kelib o'rganilib, ta'mir talab ahvoldaligi va ta'mirlash, tiklash ishlari olib borish zarurligini aytilgandan keyin dasturga obязательно kiritib, hozirda shu loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqilgan. Aytib o'tganimdek, hozir smeta loyiha hujjatlariga asosan mablag'lar ajratilgan, smeta tuzilgan. Endi hozir muammo mablag'ni moliyalashtirishda bo'lganligi sababli, yetishmovchilik sababli viloyat hokimiga qaror bo'yicha tegishli xat bilan chiqilgan. Ahmadullo Abdusalomov Madaniy meros agentligi yuborgan xat bilan Andijon viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bosh boshqarmasi shug'ullanmoqda deganligi uchun boshqarma boshlig'i Fazliddin Alijonov bilan bog'landik. Aka adashmayapsizmi? Menga unaqa xat jo'natishni noto'g'ri. Men pul ajratadigan tashkilot emasman-ku. Yo'q, biz Madaniy meros agentligi Andijon viloyat boshqarmasi bilan gaplashganimizda qurilish boshqarmasiga yuborilgan deyishdi-da. Yo'q, aka, men qurilish boshqarmasiman. Men shaharsozlik hujjatlarini, masalan, ruxsatnoma, boshqa ariza qilsa men beradigan tashkilotman-da. Men pul ajratadigan tashkilot emasman, aka. Aka, unga pulni budjetdan ajratadi-yu, men qayerdan qilib beraman uni pulni? Mana shunaqa javobni oldik. Unda xat aynan Andijon viloyat hokimligining qaysi bo'limi yoki mas'ul xodimiga yuborilgan. Xatda ko'rsatilgan Madaniy meros agentligida ishlovchi Shohruh Mirzo Sharipov bilan bog'langanimizda esa shu xatni ijrosi qanday bo'ldi, aka? Akajon, to'g'risi men 12-may kunidan mehnat ta'tiliga chiqqanman. Hozir to'g'risi bu bo'yicha ma'lumotga ega emasman-da, shu uchun yolg'onni aytib qo'ymay deyapman. O'zi sizlarga xatlar bilan ishlashda qanchada javob kelishi kerak? Tartib bo'yicha uni necha kunda ham berish kerak. Endi hozir esimda yo'q. Uni hokimiyatdan so'rashlari yaxshi-da. Uni nima bo'ldi, mana shunaqa xat sanglarga yuborgan ekan, so'rov xati pul ajratdinglarmi yo'qmi degan mazmunda qilib. Yuborilganiga 4 oy bo'lgan xatga haligacha biror tayinli javob berilmagan. Madaniy meros agentligi xodimi Shohruh Mirzo Sharipov hatto xat ijrosi bo'yicha qiziqib ham ko'rmagan. Muborak Qadamjonni bunday holda qoldirish tarix uchun ham hurmatsizlik hisoblanadi. Manzilni ta'mirlab, yoshlar uchun kutubxona yoki biror muzey qilinsa, nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Peletonimizga Andijon viloyat hokimligi Madaniy meros agentligidan rasmiy munosabat kutib qolamiz. Ushtum uchun maxsus jurnalning muxbiri Ozodbek Sharobiddinov tayyorladi.